Doktor Ma'ruf Murodovich, liposaksiya amaliyotidan so'ng terining osilib qolish xavfi bormi? Albatta, liposaksiya amaliyotidan keyin teri osilib qolish xavfi bor agarda liposaksiya uchun noto'g'ri usul, noto'g'ri holatda tanlangan bo'lsa. Ya'ni ayrim bemorimiz holatlarida bor, faqatgina liposaksiya bilan muammoni hal qilish mumkin. Ayrim bemorimiz holatlarida liposaksiyadan keyin abdominoplastika amaliyotini o'tkazishga majbur bo'lamiz. Masalan, bugungi bemorimiz holatlarida 25 yoshli bemorimiz homiladorlik bo'lmagan, tug'maganlar va qorinning oldingi devorida diastaz mavjud emas. Lekin shunga qaramay qorinning oldingi devorida osilish, ortiqcha teri osilishi birozgina bor. Bu holatda abdominoplastika amaliyoti bajarish shart emas. Nimagaki liposaksiya qilganimizdan so'ng yosh, birinchidan bemorning yoshi 25 yoshda, ikkinchidan teri sifati o'sha kollagenga boy qattiq teri bo'lganligi uchun liposaksiya amaliyotidan keyin teri albatta tortiladi va borib qorinning oldingi devoriga yopishadi. Ba'zi holatlarda yoshi katta bo'lgan bemorlarning holatlarida qorinning oldingi devorida ortiqcha teri kam bo'lsa-da, faqat liposaksiya o'zi emas, abdominoplastika amaliyotini amalga oshirishga majbur bo'lamiz, terining yumshoqligini hamda bemorni yoshini inobatga olgan holda. Shunaqa. Yana liposaksiyadan keyin teri osilishi yoki osilmasligiga liposaksiya uchun tanlangan instrumentlarga, apparatlarimizga bog'liq bo'ladi. Renessans klinikasi esa har doim liposaksiya uchun eng oxirgi zamonaviy uskunalar ishlatiladi.